shunaqa insonki, hamisha farzandini o'ylagan. Farzandini rohatini o'ylagan. Biror kunlari yo'q. O'zi uchun yashagan kunlari yo'q. Baxtimizga hamisha omon bo'lishdan xohlayman. Dadajon, siz dunyodagi eng mard insonsiz. Sizni borligingiz biz uchun eng katta baxt. Hamisha biz farzandlaringiz boshiga sog' bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Allohimdan har kuni duo qilib so'raymizki, otamiz boshimizda parvona bo'lsinlar, otamiz boshimizda doim tirgay tursinlar. Otamizsiz biz hayot tasavvur qila olmaymiz. Hamisha bizni duo qilib turadigan, qo'llari aslo pastga tushmasin. Dadajonimizga shunday umr bersinki, umr davomida eng yaxshi kunlar, eng chiroyli kunlarga guvoh bo'lsinlar. Dadajonimiz doim sog' va salomat bo'lsin degan so'zlar bugun farzandlaringiz tomonidan keldi. Chiroyli kuningiz, go'zal kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Doim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin.